Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede Sıdık Roz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyelerimiz bundak. Amerika Qo'shma Shtatlar Zapas pul komiteti yarışarda pul muomala boran chapquni yetib keladiganligi to'g'risida ogohlantirish chiqardi mavzuli xabar. 11 ayning 18 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 11 ayının 17 günü Amerika Zapas Pul Komitetining raisi Yalın Hanım nutq so'zlab, bu Trump prezident bo'lib saylangandan keyin tunji qatim ifoda bildirish bo'lib qoldi. Bu hanım doklad anglash yig'inida mundaq ko'rsatdi: dollarga o'sim qo'shish tez arada yetib keladi. O'simning tuvan bosqichlik holatini uzun saqlab qolsak, tavakkalchilik qilgan bo'lamiz. Kelgisi ma'lum bir vaqtda iqtisoddan haddidan ziyoda qizib ketishinin oldini olish uchun dollarga tuyuqsiz o'sim qo'shmasak bo'lmaydi. Bu harakat balki eng oxirgi hisobda pul muomala sohasining muqimligiga ta'sir yetkazadi. Bu yıl 6. ayda Angliya Yevropadan chekinib chiqib, Amerika Zapas Pul Komitetining dollarga o'sim qo'shish o'rinlashtirishini qalaymiqonlashtirib o'tdi. Uning ustiga Amerikada saylam texim muqimlashmagan edi. Bular Zapas Pul Komitetining raisi Yalın Hanımning jim turib olishining sabablari edi. Hozirgacha jim turib olishning sabablari edi. Çünkü dollarga o'sim qo'shish pul muomala sohasida tavrash paydo qilgan bo'lsa, saylamga ta'sir ko'rsatdi. Navbatda Amerikada saylam oxirlashdi. Cumhuriyetçiler Partisi ve Prezident Trump'ning besamasida Zapas Pul Komitetining o'sim qo'shmasligiga sabab qolmadi. O'zil-kesil qattiq qo'lla tarafga yuzlanish kishilarda faraz qilingan bir ish bo'lib qoldi. Demek ki Amerika Zapas Pul Komitetining raisi Yalın Hanımning qattiq qo'lla tarafga yuzlanishi yoki ma'qul bo'lishidan iborat bu paket hozir kishilar faraz qilgan bir ish bo'lib qoldi. Zapas Pul Komiteti dollarga o'sim qo'shish masalasida o'qya batlandi. Her qaysi eller bankalarga xaris yetib keldi. Tarihi tecrübelerden qaraganda her qatam dollarning qimmati kuchaygan davrilikda ko'p hollarda yer shari bo'yicha pul muomala sohasida tavrash hosil bo'lgan. Bo'lib iqtisodiy ojiz yangi gullangan davlatlar kapitalning sirtqa chiqib ketishining va pul qimmati tushib ketishining zarbasiga uchraydi. Agar bankalar o'simni o'stirib, yuqori o'sim bilan kapitalning sirtqa eqishini cheklab qolmoqchi bo'lsa, kapital bozorida foydadan quruq qoladi. Shuning uchun amaliy gavli iqtisodga ham zarba elib keladi. Privat almashtirishni paxallish qo'yitidigan bo'lsa, privat almashtirish jarayonini paxallish qo'yitidigan bo'lsa, o holda o'simdan zo'r darajada o'stirib, paxallish taqobil turishga to'g'ri keladi. Odatda bunday ahvolda jamiyatda mol bahosi o'rlab ketadi. Ko'p hollarda odatdagi davlatlar pulning paxallishiga yo'l qo'ydi. Yani bunun o'simni o'stirish bilan taqobil turadi. Bunun uchun jamiyat shu jamiyatning iqtisodiy intayin yuqori badal to'laydi. Yuqori qaytilinishlardi. Xabarning avtori Haji Chiao mundaq deydi: davlatlar aro hamkorlashib g'albini tang qo'lga keltiradigan ishlar bo'ladi. Raqobat va elishmo yoshirin bo'ladi. Har qancha ustad bo'lsangmi, xatoga ozroq yo'l qo'ydiganlar bo'lsang, qatordan chiqarilasan. Yani pul muomala bozori qatordan chiqarilasan deb. Amerikada ikkilamchi krizis yuz bergan chog'da pulni ortiq tarqitib, mozg'ab, dövülünüp paydo bo'lgan oqibatdir. Jungoning iqtisodiy tuvallash qarab seyrilishga başladı. Tuvanga qarab seyrilishga başladı. Cemiyet pul pazlikka yuzlandi. Oladiganlar foydani haddidan ziyoda elishga başladı.
pulning mohiyati pulning kamchilligidir. Yani pulning mohiyati bir jamiyatda, bir davlatda pulning yetishmasligi bu pulning kamchilligidir deydi. İste'molchilarning qo'lidagi pulni qo'lga keltirish uchun shirkatlar jon tikib, yangilik yaratishga majbur bo'ladi. İste'molchilarning qo'lidagi pulni qo'lga keltirish bu shirkatlarning jon tikib olishiga ish bo'ldi. Prezident Trump saylam jarayonida mundaq degan edi. Bir savdogar bo'lish sifatim bilan pulning o'simining tuvan bo'lishini xohlayman, olqishlayman. Lekin davlat manfaatini o'ylaganda pulning o'simi o'stirilishi kerak. Prezident Trumpning hokimiyat beshiga kelishi pul muomala sohasini yakka egallashga berilgan oxirlashganligidan darak berdi. Pul muomala sohasini yakka holda monopol qilishdan iborat bu ishning oxirlashganligidan darak berdi. Amerikaning iqtisodi hamda amaliy gavdalik iqtisod yo'liga tushdi. Pul pazlik davri hamda oxirlashdi. Bu hol har qaysi alla iqtisodiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi.